Do'stlik tumanida pillachilik mavsumi qizg'in pallaga kirdi. Bugungi kunda hududda pilla yetishtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar izchillik va yuqori mas'uliyat bilan davom etmoqda. Ayniqsa Sartepa mahallasi pillakorlarining fidokorona mehnati alohida e'tiborga loyiq. Mazkur mahallada joriy mavsumda jami 365 quti ipak qurti parvarishlanmoqda. Shundan 150 quti ipak qurti maxsus tashkil etilgan markazlashgan qurtxonada parvarishlanayotganligi pillachilikni ilmiy asosda va samarali yo'lga qo'yishga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasi sifatida baholanmoqda. Qolgan qismi esa aholi xonadonlarida parvarish qilinib, bu jarayonga keng jamoatchilik jalb etilgan. Ayni paytda ipak qurtlari 4-uyqudan uyg'onib, parvarishning eng mas'uliyatli bosqichiga kirgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, ayni shu davrda qurtlarni sifatli oziqlantirish, xususan barg bilan uzluksiz ta'minlash, shuningdek, qurtxonalarda zarur harorat va namlik me'yorlarini saqlash yuqori hosildorlikka erishishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Pillachilik, aholi bandligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi diversifikatsiyasini kuchaytirish va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim yo'nalishlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu ma'noda, Do'stlik tumanida amalga oshirilayotgan ishlar nafaqat hudud iqtisodiyotini rivojlantirishga, balki aholi daromadini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Qisqasi, pillachilik mavsumidagi har bir kun mas'uliyat, sabr va mehnatni talab etadi. Sartepa mahallasi pillakorlari esa shu jarayonda faol ishtirok etib, mo'l hosilga zamin yaratmoqda. Bu esa o'z navbatda joriy mavsumni yuqori natijalar bilan yakunlashga bo'lgan ishonchni mustahkamlamoqda.